Umurtqa pog'onasining churrasi. Aksariyat holatlarda umurtqa pog'onasi dish churrasini noto'g'ri davolatganingiz sababli siz bu darddan xolis bo'la olmaysiz. Nimaga deysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Umurtqa pog'onasining dish churrasida birinchi navbatda konservativ davo qilish kerak. Birinchi o'rinda tashxisni to'g'ri qo'yish kerak. Bo'yin sohasimi, bel yoki ko'krak umurtqalari sohasidagi grijja barchasida boshlang'ich, o'rta va og'ir asoratlangan shakli bo'ladi. Agar siz yaxshi mutaxassisga borsangiz, dastlab MRT yoki MCKT tekshiruv qilinadi. Undan keyin esa qator laborator tekshiruvlar kerak bo'ladi. Agar siz to'g'ridan-to'g'ri manualistga yoki tabibga borsangiz va har xil umurtqani cho'zish, oqsish kabi muolajalar olayotgan bo'lsangiz, unda o'ta xato qilasiz. Bir umr to'shakka mixlanib, nogiron bo'lib qolishingiz mumkin. Bizga murojaat etgan 10 mingdan ortiq bemorlarni statsionar va ambulator sharoitda to'liqligicha davolab, sog'lom hayotga qaytardik. Azizlarim, agar sizda ham umurtqa pog'onasi dish churrasi muammosi bor bo'lsa, hoziroq konsultatsiyaga yoziling va professional nevropatolog shifokor xizmatidan foydalaning.